Dokument bo'yicha qilinadi hammasi, kadastr bor-u. O'zi to'rt. Nima qilyapsanlar? Otang tirikligida qaysi vijdon bilan men iblis devorini tortyapsanlar? Qaysi biringdan chiqqan gap bu? Sendan chiqqan. Yo'q, sendan chiqqan. O'zi yoshligingdan bu mag'rur bo'layding. Sen nima qilsan yo'qolib o'tgan? Menga baqirish, naqarisi bo'lsin. To'xtang, hali ish bor sizda. Maqsad qo'y bollanishga aralashma. Ya, Tolib, sen meni yaqin og'aynimsan. Gapirolmayotgan bo'lsang, mana men gapiraman. Uy bo'linmaydi. Mamini yebsanlar. Nima deyapsiz? Bo'linmayapti. Prosta adam yarmini sotyaptilar. Yarimizni o'zimiz yashaymiz. Ade? Voy, hoppa. Tolib? Voy. Isini yeb qo'ydingmi, nimaga qo'lini sotasan? Butun umr shuning uchun ishladim. Men ham odamman-ku. Haqqim bor yashashga. Shu yoshga kirib, na samolyotda uchdim, na dengizni ko'rdim. Sotaman, ketaman onasini deyapsan. Qayerga ketasan? Tailandga. Qayerga? Tailandga. O, tupoy, dengizni ko'rish uchun Tailandga borish shartmi? Yo'q, dengiz yaxshi ekan-da, yani ko'rdim-da. Batonmi deganda qarab ko'chalar ekan, shifobaxsh ko'chalar qaragan. Isini yeb qo'yibsan. Maqsad! Mana shu o'rtadan to'sib, mana bu kisotuni sotamiz. Ukam qayerda yashaydi ekan? Ana seni yoningga ko'chib oladi. Jo'ada qo'y, bitta Tailand shu uy yarmini sotasizmi? Men $2000 topib beraman o'zim. O, yetmaydi o $2000. Bolam, senlarni shuncha yedirdim, ichirdim, boqdim. Endi meni ham dam olishga haqqim bormi bu dunyoda? Bizning yashashga haqqimiz bor, nima qilib bo'lib? Yashamurasanlar mendan keyin. Kadastr bolam hujjatini qilib qo'y.